Menga yoqdi. Spider o'rnatish haqida ham video qiling. Bugun talablaringga binoan Spider qanday o'rnatish haqida video qilamiz. Hamma salom, sizlar Ethical Gaming kanalidasizlar. Bugun biz Spider qanday o'rnatish haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi bo'lib Google yoki Chrome'ga kirib olamiz. Keyin qidiruvga mana Spider Python deb yozib olamiz. Mana. Shunday qilib, keyin mana sayti bo'ladi. Shunga bosasizlar, kirgandan keyin mana Download for Windows 10 Plus turadi. Yo Windows 10 bo'lishi kerak, Windowslar yo Windows 11 bo'lishi kerak. Yo undan baland bo'lishi kerak. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zining sayti. Keyin Download for Windows 10 Plusga bosamiz. Mana bu yerga chiqib qoladi. Buni ustidan o'zimdan turadi mana. O'tadi. Mana. Tortilgandan keyin o'zidan tutib olishlaringiz mumkin mana. Menda o'zi bor, shuning uchun menga umuman kerak emas bu. Hop. Keyin buni tortib olganlaringdan keyin mana. Sizlar mana shunday qilib kod yozishlaringiz mumkin. Masalan, mana bunaqa qilib. Bu o'zi meni kodlarim bor, men yozib ekanman. Buni dadam yozgan. Mana. Hop. Keyin mana bular o'zim yozganman. Masalan, mana bular o'zim yozganman hammasini. Agar Spider dasturlash haqida yana video chiqarish xohlasanglar, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Va shu videodagi 10 ta like yig'sa, Spider dasturlashni ikkinchi qismini chiqaraman. Hammaga xayr.